Assalomu alaykum hammaga. Istanbuldaman. Istanbuldagi Oqsaroy Lalilida Alisa degan do'kon. Eng birinchi o'rinda turadigan Turkiya bo'yicha detskiy tovarlar birinchi bo'lish shu do'konga keladi, keyin boshqa do'konlarga tarqaydi. Bu yerda mana shu firma, Nazar firma, necha yildan sotamiz firma tovarini. Juda ham zo'r chiqarishadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Shu troyka bo'ladi, ko'ring. Bahorga yozgi tovarlar yetarlicha chiqqan bu yerga. Assortimentlarni bir qo'limdan kelgancha ko'rsatib o'taman. Mana hozirgina boshqacha rangi. Ko'ring, shuni narxini sizga ko'rsataman. Buni yoshi 2-5 yosh ekan. Seriyada 4 ta bo'ladi. Hozir narxini ko'rsataman. Bu yerda yangi tug'ilgan chaqaloqdan boshlab 16 yoshgacha, podrostkogacha bolalarga kiyim olsangiz bo'ladi. Dona yo'q. Minimum 5 seriya mol sotishadi. Ko'ryapsiz, 11,5, 11,3. 492 TL Turkiyadagilar. Mana shu turishidan olsangiz bo'ladi. 4 ta bo'ladi ichida. Ko'pchilik so'rayapti, dona bormi, dona bormi deyshapti. Menda dona yo'q. Ko'ryapsiz, tovarlar hammasi seriyada bo'ladi. Seriya sotishadi. Men ham seriya sotishga majburman. Asosan ishlashimiz savdogarlar bilan bo'lgani uchun menda dona yo'q. Xafa bo'lmaysizlar. Mana shu kiyimchani ko'ring. Bu oylik bo'ladi. Shu Nazar firma. Juda ham yaxshi firma. Men tavsiya qilaman. Ko'pchilikni 9-24, ya'ni 2 yoshgacha. Ko'pchilik yangi ish boshlayotganlar shu do'kondan olsanglar tovarni yutqazmaysizlar. Chunki birinchi navbatda arzon olasizlar. Ikkinchi navbatda eng oxirgi modeldan olasizlar. Uchinchi navbatda sifatli narsa bu. $4.2. Mana shu bir donasi $4.2. Seriyada 4 ta bo'ladi. Shuni 4 ga ko'paytirsangiz, mana shu seriya narxi chiqib keladi. Kargo xizmat alohida bundan. Boshqa doim ishlayotgan klientimizga hozir boshqa model oldim. Uni narxini ham, o'zini ham ko'rsatib o'taman sizlarga. Pautini degan firma. Shu firmaniki yubka bilan futbolkasi bor ustidagi. Hozir o'ziga narxini ko'rsatib o'taman. Ko'ring, bu $7,5. Juda ham gap bo'lishi mumkin emas bu tovar sifatiga. Mana ko'ring, ko'rsatib o'tay. Juda ham yaxshi narsa bu. Keyin menga sal arzonroq kerak deganlarga mana Favor firma. O'zi bu firma arzon firma emas. Arzonroq mol chiqarib qo'ydi. Buni ham ko'ring. Mana $2.9, ya'ni $3 bu. 2-5 yosh. 129 TL. Mana 2 yoshdan 5 yoshgacha bo'ladi. Bu rangi bor, yetarlicha bor, ko'ryapsiz. Keyin tomni siniy rangi bor. Mana ochig'i bu. Tomni siniysi. Bardoq rangi bor. Qolgan modellari ham turibdi bu firmaniki, ko'ryapsiz. Har xil narsasini chiqargan. Bu yoqqa taxlab tashlashgan. Ichkarida yetarlicha bor bundan. Bu do'kon 5 qavatli do'kon. Hamma tovarlarni bitta qilib arzon qilishga vaqtim yetmasa kerak. Lekin qo'limdan kelgancha ko'rsataman. Shu firma tovarlarini O'zbekistonda juda ko'p sotishadi. Ko'ryapsiz, hammasi обычный. Bunaqangiga toshlik nimadir qilinmagan bularga. Oddiy sodda qilib chiqarib qo'yishgan. Qulaygina, materiali zo'r. Qaytishga bo'lib qolmaydi eng birinchi navbatda. Ko'ring. Mana hozir olgan firmamizni biz sotib olgan firmaning tovari. Mana firmaniki. Bu toshligi bu. Narxlari ozgina qimmatroq, lekin yaxshi firma bu.
eng ko'p sotilayotgan modelimiz mana shu bo'ladi. Bular ham bilib qolishdi. Yaxshi ketayotganidan ko'proq zakaz qilib qo'shyapti. Mana shu yubka ham futbolka ustida yuz. Keyingi navbatda mana bunisi yaxshi ketyapti. Buni pushtisi ham bor. Bu yilgi modellar shu firmaniki shular chiqdi. Yana yetarlicha bor bu yoqda. Kimga kerak bo'lsa, savdo boshlamoqchi bo'lganlar aloqaga chiqinglar. Chiroyli qilib yetkazib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kuzatishda davom eting.